Bugungi ma'lumotlar referent narxlar haqida bo'ladi. F-Apteki biznesning yana bir qulay tomonlaridan bittasi referent narxlarni ko'rsatish, oldindan ko'rsatish va ulardagi narushenyalarni bilib berish hisoblanadi. Buning uchun F-Apteka dasturiga kiramiz, login parol teramiz, OK knopkasini bosamiz. Ekranning o'rta qismida Control Referentni cena degan bo'limi bor. Bossak, bu joyda har bir dori vositasini referent narxi, agarda referent narxidan baland bo'ladigan bo'lsa, referent narxlardagi qoida buzilishi, ya'ni narushenyalarni ko'rishimiz mumkin. Agarda qaysi dori vositasini sotilish narxida narx buzilishi bo'ladigan bo'lsa, bularni qizil rangga bo'yab ko'rsatadi. Control referentni cena bo'limiga kirganimizda spiska bo'sh bo'lishi mumkin. Buning sabablaridan bittasi F-Apteki biznes tarifi sizda yoqilmagan bo'lishi mumkin. Buni tekshirish uchun programmaning yuqori qismida eng oxirida joylashgan programma haqida bo'limiga kirasiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin sizda qaysi tariflar yoqilgan. F-Apteki Gold tarifi yoqilgan bo'lsa, demak ushbu funksiya sizda ishlaydi. Lekin spiska bo'sh bo'lganligi sababli ekran yuqori qismida joylashgan Spravchniy bo'limiga kiramiz va Medikamenti bo'limiga kirib, yuqorida joylashgan knopka Form uz knopkasini bir marta bosamiz. Ma'lumotlarni yuklab olishni xohlaysizmi deydi. Bu ma'lumotlarda IKPO kodlar yangilanadi va yangi referent narxlarni sizga taqdim etadi. Yes knopkasini bosasiz va internetga ulagan holatda ozgina zaguzka o'tishini kutib turasiz. Eslatib o'tamiz, ushbu Form uz knopkasini har hafta bosib turishingiz kerak bo'ladi. Sababi har hafta UzFarm Control tomonidan yangi referent narxlar taqdim qilinadi va ba'zi bir dori vositalar spiskaga qo'shiladi, ba'zi bir dori vositalari spiskadan olib tashlanishi mumkin. Asosan payshanba, juma kunlari yangi referent narxlar chiqadi. Shu kunlari ushbu knopkani bosib turishingiz kerak bo'ladi. Ekranda обновление прошло успешно yozuvi chiqqandan keyin OK knopkasini bosamiz va bu bo'limdan chiqib ketamiz. Control referent cena bo'limiga kirganimizda endi bizda ro'yxat paydo bo'ladi. Shuni bilishingiz kerakki, F-Aptekani o'rtasida joylashgan Control referent cena bu faqat bitta aptekaga o'rnatilgan programma bo'lsa, narushenyalarni faqat shu knopkadan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda tarmoqli, ya'ni sityoviy apteka bo'ladigan bo'lsa, video davomida uni ham tushuntirib o'tib ketamiz. Ko'rganimizdek, har bitta dori vositasini nomi, zavodi, ostatkada qancha borligi, eng birinchi bo'limida referentni, ya'ni referent narxlar ko'rsatiladi. Rozrishniy bezendes degan joyi endilikda kerak bo'lmaydi, oldin kerak bo'lardi. Bu bo'limni yo'qotish uchun ekranning chap qismida joylashgan strelkaga bosamiz. Видимость tablitsasidan cena rozrishniy bezendesni olib tashlaymiz. Bu bizga kerak bo'lmaydi. Shunda bizda referent narx va rozrishniy narx bir. Bu aynan kassada sotiladigan referent narx hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek Azimak 250 nomerim 6 kapsulasi ostatkada bor, 61.035 so'mgacha sotish mumkin hozirgi kunda va aptekada sotilayotgan narx 57.000 so'mni ko'rsatadi. Referent Optim, ya'ni aptaviklar sotish kerak bo'lgan narx 50.862 so'm. Siz aptavikdan 49.280 so'mga olgansiz. Bu yerda IKPO kodlari haqida ma'lumot, ushbu IKPO kodi nomi va nominalniy formuz, ya'ni mahsulot kartochkasi aslida qaysi tovarga ulanganligi haqida ma'lumot bo'ladi. Agarda qaysidir dori vositasi referent narxidan baland bo'lib ketgan bo'lsa, ushbu dori vositasini qizilga bo'yagan holatda ko'rsatadi. Ko'rishimiz mumkinki, Blakard B12 dori vositasi referent narxi 482.169 so'm, lekin biz aptekamizda 508.000 so'mdan sotilyapti. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, ushbu dori vositasini operatsionka qilishimiz, ya'ni narxini tushirishimiz to'g'ri keladi. Xuddi shu faqat referent narxdan oshib ketgan spiskani ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran tepa chap burchagida narusheniya degan joy bor. Shu joyga bossangiz, faqatgina narusheniya, ya'ni narx oshib ketgan dorilarnigina sortirovka qilib ko'rsatadi. Bunda ko'rishingiz mumkinki, Blakard dori vositasi 508.000 so'm 482.000 ga tushirish kerak. Mishkan 10 knopkasini bosamiz, operatsionkani bosamiz. Bu yerda operatsionka qilinayotganda eng maksimal narxni qo'yib beradi. Bu maksimal narxdagi ba'zi sonlar sizga to'g'ri kelmaydi. Masalan, 482.169 so'm emas. Yaxlitlangan holda 482.000 qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, 482.000 so'mni ikkita qatorga yozasiz va saqlanib knopkasini bosasiz. Keyingi dori vositalar, masalan, Volodip dori vositasi 135.000 so'm sotilyapti. 130.268 so'm sotilishi kerak. Mishkan 10 talabini bosamiz, operatsionkani bosamiz va 130.000 so'mga o'zgartiramiz. Keyingi qatorni ham 130.000 ga o'zgartiramiz.
Agar o'zgartirmagan bo'lsangiz, boya aytayotganimizdek 268 so'm 68 tiyin qolib ketib qoladi. Saqlanib knopkasini bosamiz. Va shu tarzda har bir oshib ketgan pozitsiya narxini birma-bir tushirib chiqishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu orqali shtraf to'lamaslik uchun saqlanib knopkasini bosamiz. Hammasini narxini o'zgartirganingizda birdaniga bu yerda narx tushib qolmaydi. Buni sababi operatsionka bo'limida alohida nakladni ochgan bo'ladi. Uni tasdiqlashingizga to'g'ri keladi. Bu funksiyadan X bosib chiqib ketamiz. Tepada joylashgan C ni, ya'ni narxlar bo'limiga kiramiz. Keyin operatsionka bo'limi, ya'ni qayta baholash funksiyasiga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganimizdek, sariq holatda yangi nakladni yasab qo'ygan. Pastdagi qismni ko'rishimiz mumkin. Blokadda eski narxi 508 ming so'm, yangi narxi 482 mingga o'zgaryapti. Volodip dori vositasi 135 mingdan 130 mingga tushyapti. Ushbu spiskani tasdiqlash uchun nakladni o'zini tanlaymiz va tepada joylashgan общий operatsionka, ya'ni ko'k rangda joylashgan knopkani bosamiz. Keyin kontrol referensiyaga kirib turib, narusheniyani bosib tekshirib ko'ramiz. Spiskada hozir biz narxini tushirgan dori vositalari chiqmaydi. Ba'zi bir dori vositalarining narxi referent narxidan ancha past ko'rsatadi. Buni sababi boshqa bo'lishi mumkin. Birinchi sababi nominalniy formuz, ya'ni mahsulot kartasi umuman boshqa doriga ulanib qolgan bo'lishi mumkin yoki mahsulotni numeratsiyasida xato qilgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, sefazolin dori vositasi bitta korobkada 50 ta bo'lsa, Uzfarm Control 50 tasi uchun referent narx ko'rsatgan. Siz uni nomerini 50 prixod qilgansiz, lekin formuzga nomerini birini ulab qo'ygan bo'lsangiz, bu ham narusheniya deb ko'rsatadi. Yoki siz sotayotgan dori vositasi bad, lekin unga ham referent narx chiqarib berayotgan bo'lsa, unda mahsulot kartasi formuzga qaysi tovarga ulanganini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Ikkita mahsulotni ko'rsatib beramiz. Buni birinchisi ko'rib turganimizdek melatonin kapsulasi nomerim 100. Bu amerikanskiy vitamin hisoblanadi, lekin buning uchun 126 ming so'm referent narx chiqarib beryapti. Ro'yxatning eng oxiriga e'tibor beradigan bo'lsak, bu formuzga melaksin dori vositasiga ulanib qolgani sababi sizga melaksinning referent narxini ko'rsatib beryapti. Melatoninning asli referent narxi yo'q. Mishkan o'ng tarafini bosamiz, izminit formuz degan qatorni tanlaymiz va ozgina kutib turamiz, spiska ochiladi. Endi bu joydan biz kerakli doriga ulab qo'yamiz. Sizda melatonin 10 mg nomerim 100, spiskadan ham xuddi shuni tanlab qo'yasiz. Melatonin 10 mg nomerim 100, no foods. Enter knopkani bosishingiz bilan melatonin dori vositasi narusheniya qatoridan o'chadi. Sababi unda hech qanaqa referent narxi yo'q. Keyingi misolimiz Ceftriaxone dori vositasi. Ceftriaxone nomerim 10, Sintez Rossiya. Referent narxi 8602 so'm bo'lishi kerak deyapti, lekin sizda 50 tasining narxi 285 ming so'm. Buni ko'rishimiz mumkinki, bu yerda ham nominalniy formuzga, ya'niki mahsulotning kartasi Ceftriaxone nomerim 50 bo'lishiga qaramasdan formuzga nomerim 1 ulanib qolgan. Mishkan o'ng tarafini bosamiz. Izminit formuz deb tanlaymiz va to'g'ri priyaska qilib qo'yamiz. Ceftriaxone 1 mg, Ceftriaxone 1 g nomerim 50, Sintez Rossiyani qidiramiz. Ro'yxatdan topdik. Ceftriaxone 1 g flakon nomerim 50 Sintez. Enter knopkani bosishimiz bilan ushbu priyaska, ya'ni bog'lanish to'g'ri hisoblanadi. Narusheniyadan galchkani olib tashlaymiz. Ushbu dori vositasini endi tekshirib ko'ramiz. Bu dori vositasini yozib ham topish mumkin. Ko'rib turganingizdek, Ceftriaxone dori vositasi Sintez Rossiya, asli referent narxi 412 minggacha. Siz 285 ming so'm sotuv narxini belgilaganingizda hech qanaqa narusheniya qilmagansiz. Bu faqat yanglishmaganchilik, ya'ni Ceftriaxone kartasi formuzga to'g'ri bog'lanmaganligi uchun shu holat bo'lgan. Agar mahsulot kartasi formuzga noto'g'ri ulangan bo'lsa yoki umuman ulanmagan bo'lsa, buni referent narxini ko'rsatmaydi. Buning sababi har bitta informatsiyani bizani spravishnik orqali, ya'ni ma'lumotlar bazamiz orqaligina qabul qilib oladi. Mahsulot kartasi deb gapiryapsiz, aslida bu nima degan savol ham orada paydo bo'lib qolishi mumkin. Spravishnik medikamentga kiramiz va biror bir dorini yozib ko'ramiz. Mana shu karta mahsulot haqida ma'lumotlarni kartasi hisoblanadi. Tepada nomi, shtuki, qaysi zavodligi, qanaqa shtrix kodga egaligi haqida ma'lumotlar kiritilgan va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan tomoni formuzga nima bog'lanishiga bog'liq. Formuzda hech narsa bog'lanmagan bo'lsa, lekin dori vositasi retsepturniy bo'ladigan bo'lsa va unda referent narx bo'ladigan bo'lsa,
Laybaten dori vositasi yozilgan bo'lganiga qaramasdan turib, fonimiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bunga hech qanaqa referent narx chiqarib bermaydi. Bunda bitta misolni ko'rsatamiz. Kontrol referentni sanaga kirib turib, Adipin dori vositasini tekshiramiz. Adipin 5 mg lik referent narxi bor, 57 ming so'm. Endi ostatkadan Adipin 10 ni ko'ramiz. Adipin 10 ham bor. Bu retsepturli dori, lekin uni referent narxini ko'rsatmayapti. Buni sababi mahsulot kartasi fonimizda hech qaysi doriga bog'lanmaganligi uchun. Spravishnik medikamentga kiramiz. Ro'yxatni nom qatoriga qo'yib turib, Adipin deb yozamiz. Adipin dori vositasi topildi. Ro'yxatdan Enter knopkasini bosib ochamiz. Ko'rib turganingizdek, fonimizda hech qanaqa informatsiya yo'q. Kitobchasini bosamiz. Adipin 10 mg nomerim 30, ATM oldin bo'lgan edi. Hozir faqat GMP Gruziyaniki. Enter bosamiz, uladik, saqlanib qilamiz. Endi kontrol referentni sanaga kirib tekshiramiz. Adipin dori vositasi paydo bo'ldi. Referent narx 81 ming so'm, 72 ming so'm hozir sotilyapti. Fonimizga ulanganligi yoki ulanmaganligini tekshirish uchun ikki xil yo'li bor. Birinchi yo'li spravishnik medikamentga kiramiz va tepada joylashgan "Не было наличия" filtriga galchka qo'yamiz. Agarda spiska bo'sh bo'ladigan bo'lsa, mishkan o'ng tarafini bosamiz, Pometit ostatkini bosib turib, ko'rishimiz mumkinki, bizda faqat istoriyada bo'lgan dorilarnigina ko'rsatish mumkin. Bu nima degani? Qachondir ushbu dori vositasidan prixod qilgansiz va qachondir bu dori vositasidan sotgansiz. Siz kirim-chiqim qilmagan kartalarni bu yoqda ko'rsatmaydi. O'zingizga to'g'rilab olishlik uchun производитель, ya'ni ishlab chiqaruvchi va nominovanniy fonimizni yaqinroq olib kelamiz va shu bo'yicha tekshirib ketishingizga to'g'ri keladi. Birma-bir ro'yxatda pastga olib tushganingizda bu yerdan tekshirib ketasiz. Adaptol 300 mg nomerim 20 prixod qilingan, fonimizga to'g'ri ulanganmi yo'qmi tekshirasiz. ADMT dori vositasi ADMTga to'g'ri ulangan. ADEP 30li ADEP 30 ga ulangan. Agarda qaysidir dori noto'g'ri ulanib qolgan bo'lsa, uni to'g'rilashingizga to'g'ri keladi. Noto'g'ri ulanib qolgan holat ko'rishingiz bilan uni to'g'rilab qo'yishingiz to'g'ri keladi. Masalan, Azimak 500 mg nomerim 3 kapsulasi Azimak 200 mg lik suspenziyaga ulanib qolgan. Enter knopkasini bosamiz, fonimizni qarshisidagi kitobchasini bosamiz, 500 nomerim 3 kursor bilan tanlab Enter bosamiz va saqlayn knopkani bosishimiz bilan sizda Azimak dori vositasi bor. Fonimizdagi spravishnikda ham Azimak 500 mg nomerim 3 paydo bo'ladi. Shu 2500 ta spiskani birma-bir ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Menda bu dori vositasi hozir bormi, yo'qmi deydigan bo'lsangiz, spiskalar qatorida istoriya degan qatori bor. Shu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladiki, qaysidir dori vositasi hozirda sotuvda bo'lsa, plus belgisi turadi. Qaysidir dori vositasi avval bo'lgan, lekin hozir yo'q bo'lsa, minus belgisi turadi. Sitvoy aptekalarda bu yulduzcha shaklida turishi ham mumkin. Yulduzcha degani qaysidir sitvoy aptekada bu bor, plus asosan shu aptekada bor, minus setda ham yo'q, bu aptekada ham yo'q hisoblanadi. Referent narxini ruchnoy prixod qilayotganingizda, ya'ni bittala prixod qilayotganingizda ham ko'rishingiz mumkin. Buni prixod paytida ham ko'rsatib ketganmiz. Bu yoqda ham tekshirishni ko'rsatib beramiz. Ma'lum bir dori vositasini prixod qilayotgan paytingizda narx qo'yishdan oldin bu dori vositasini maksimal narxini sizga ko'rsatib beradi. Ko'rib turganingizdek, spiskada ba'zi bir dori vositalarini sariqqa bo'yab qo'ygan. Buni sababi, buni maksimalniy narxi, ya'ni referent narxi bor. Laybaten dori vositasini maksimalniy sotilishi 178 ming 126 so'm hozirgi kunda. Enter bosadigan bo'lsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin 178 ming 126. Prixod qilar paytda agarda narx bundan oshib ketadigan bo'lsa, sizga eslatma beradi. 196 ming 600 qo'ydik. Referent narxi 178 ming 126 so'm, sizda 196 ming 600 bo'ldi deydi. Eslatma paytida yo'q deydigan bo'lsangiz, 178 mingni qo'yib beradi va oxiridagi qoldiqlarni, ya'ni sotuvga noqulay bo'lgan qoldiqlarni olib tashlaysiz. Referent narxdan oshirmagan holatda narx qo'yiladigan bo'lsa, hech qanaqa eslatma bermaydi. Ba'zi bir dori vositalarini retsepturniligini bilasiz, lekin referent narxi sizda ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda nima to'g'rilanishi kerakligini ko'rsatamiz.
Kupen dori vositasini prixod qilish paytida ko'ryapsizki, referent narxi ko'rsatmayapti. Lekin bilasizki, upakovkasida shifokor retsepti bilan deb yozib qo'yilgan, lekin programmada 0 ko'rsatib turibdi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, Kupen dorisini ro'yxatdan qidirib topasiz, mishkan o'ng tarafini bosib, izmenit qilasiz. Ko'rib tursizki, formuzda hech qanaqa informatsiyasi yo'q. Kitobchasini bosasiz. Kupen nomerim 100 tabletkasi Carol Laboratoriesga enter bosasiz, saqlanib qilamiz. Endi ko'rishimiz mumkinki, uni maksimal sotish narxi 97.372 so'm. Xuddi shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bir marta to'g'rilab qo'yish evaziga keyingi informatsiyalarni sizga to'g'ri ko'rsatib boradi. Shuning uchun formuzga nima dori bog'lashingiz bu muhim hisoblanadi. Referent narxlarni siz tepada to'ldirgan nom bo'yicha emas, formuzga qaysi dori biriktirilgan bo'lsa, o'shanga asoslanib turib referent narxi sizga ko'rsatib beradi. Ba'zi bir holatlarda qaysidir dori vositasini maksimal narxi 120 ming so'm bo'ldi, lekin siz 130 ming qo'ygan holatingizda ham uni narusheniyga olib o'tmayotgan bo'lsa yoki prixod qilar payti 120 ming so'm referent narx ko'rsatib turibdi, lekin siz 130 ming qo'ysangiz ham hech qanaqa ogohlantirish bermayotgan bo'lsa, unda F-aptekada nastroyka bo'limiga kirasiz, yana nastroykaga kirasiz. Ekranning oxirida joylashgan kontrol bo'limiga o'tasiz. Referentning ceni CNDS degan joyga galchka qo'yasiz va saqlanib knopkasini bosishingiz bilan ushbu funksiya yana odatdagidek ishlaydi. Endi esa sitvoy aptekalarda, ya'ni tarmoqli aptekalarda referent narxi qanaqa qilib tekshirish, ulardagi narxlarni pasaytirish haqida ma'lumot beramiz. Sitvoy aptekalarda referent narxlarni ko'tarilib ketganini ko'rish, ularning narxini tushirish uchun bizga Snapjens programmasi yordam beradi. Snapjensga kiramiz. Bu yerdan Control Referentni Cenini tanlaymiz. Ko'rib turganimizdek, birinchi, ikkinchi, uchinchi filial bo'yicha dorilar haqida ma'lumotlar, kolичестволari, referent narx nech pul bo'lishi kerakligi, sizda nech pul sotilayotganligi haqida informatsiya chiqib turadi. Adaptol dorisi 169 ming sotilishi kerak, 144 ming 300 sotilyapti. Xuddi bittali aptekaga o'xshab turib, qaysidir setingizda dorining narxi referentdan baland bo'lib ketgan bo'lsa, ushbu dori vositasiga informatsiyani ko'rsatadi. Ko'rib turibmizki, Afil 20 mg nomerim 12, lekin Fomuzga 20 mg nomerim 2 ulanib qolgani sababli Afil 20 mg nomerim 2 ni referent narxi 45 ming so'm ko'rsatyapti. Afil 20 mg nomerim 2 haqida informatsiya beryapti. Bu 45 ming so'm sotilishi kerak. Lekin nomerim 12 boshqacha sotilishi kerak. Bu yerdan Fomuz informatsiyasini o'zgartirib bo'lmaydi. F-aptekaga qaytiladi. Spravchnik, medikamentiga kirasiz. Afil 20 mg nomerim 12 ni topasiz. Enter bosasiz. Fomuz informatsiyasini o'zgartirasiz. Enter bosamiz, saqlanib qilamiz. Bu yerdan obnovitni bossak, ko'rib turganingizdek, narxi o'chdi. Sababi Fomuzga noto'g'ri ulanib qolgan edi. Endi filiallaringizdagi narxi oshib ketgan dorilarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu yerda ham maxsus filtr bor. Ekranning tepa chap burchagida joylashgan narusheniyani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, Diraton 10 mg nomeri 28, Fomuzga ham to'g'ri ulangan. 59.909 so'm sotilishi kerak, lekin aptekangizda 61.600 so'm sotilyapti. Buni narxini o'zgartirish uchun mishkan o'ng tarafini bosamiz. Peratsenkani bosamiz. Garachli liniya degan joyga galchka qo'yamiz va maksimalniy narxi belgilaymiz. 59.900 gacha mumkin. Ikkinchi qatorga ham xuddi shuni yozamiz. Saqlanibni bosamiz. Bu yerda sirazi o'zgarib qolmaydi. F-aptekaga o'tamiz. Ceni, ya'ni narxlar bo'limiga kiramiz. Peratsenkani bosamiz. Pastdagi ro'yxatni tanlasak, Diratonni peratsenka uchun tayyorlayapti. Qaysidir 61.600 so'm, qaysidir 59.900 so'm. Faqatgina bitta filialingizda narusheniya bo'layotgan bo'lsa, masalan, filial 2 ni o'zida narusheniya bo'lyapti, qolganlarda narxi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu informatsiyani faqat filial 2 ni o'ziga jo'natish mumkin. Tepada joylashgan aktivatsiyalarni ajratib olishimiz kerak. Birinchi aktivatsiya, agar skladda bu dori bo'ladigan bo'lsa, skladdagi dorining narxini o'zgartiradi. Agar faqat filialni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yashil knopkani bosasiz, ya'ni yashil tasdiqlash knopkasini bosasiz. Buni bosganingizdan keyin kerakli nakladnoy kursor orqali tanlaysiz. Tepada joylashgan xat jo'natish belgisini bosasiz.
qaysi filiallarga jo'nating deyapti. Agarda hammasini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, Vibrat Vseni bosasiz. Agarda hammasi emas, faqat filial 2 dagi narxni tushirmoqchiman desangiz, filial 2 ni galchka bilan belgilaysiz. Aktivatsiya knopkasini bosamiz. Bu operatsiyani filial 2 ga jo'natingmi deydi. Yes knopkasini bosasiz. Faqatgina filial 2 uchun bu informatsiya ketadi. Filial 2 da avtomatik tarzda narxi o'zi tushib qoladi. Hech narsaga tegish shart emas. Referent bo'limiga kirib obnovit bosgan paytingizda Diraton darhol tushmaydi. Sababi ushbu informatsiya pochta orqali kerakli filialga yetib borib, narxi tushiradi va keyingi 1 soat yoki 2 soat yangilanish orqali sizga narxi tushganligi haqida xabar jo'natadi va bu qizil narusheniya o'chadi. Hamma filiallaringizdagi ranjani tekshirib chiqqaningiz 50 so'm, 100 so'm, 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'mgacha bo'lgan holatni kuzatdingiz. Lekin spiska juda ham katta. 50 ta, 100 ta, 200 talab spiska bor. Bularning hammasini agarda formuz bilan привязкасы to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bitta vaqt ichida hammasi narxini tushirish mumkin. Narx tushirish jarayonida programma o'zi narxlarni okrugleniya qilib ketadi. Ya'niki referent narxi, masalan, Laxidol dori vositasining narxi 48252 so'm bo'ladigan bo'lsa, 52 so'mini olib tashlaydi. 52 so'mini olib tashlagan holatda bitta pochka uchun oxiriga 2 ta nol qo'yib beradi. Ya'ni hammasi tenglik bo'lib qolmaydi. Buning uchun hammasini birdaniga narxini tushirmoqchi bo'lsangiz, michkan 10 tarafini bosasiz, переоценить нарушенияni bosasiz va точно хотите сделать переоценку всех нарушений degan so'rov chiqadi. Yes knopkasini bosamiz va F-aptekadan переоценка knopkasini bosib, ko'rishimiz mumkinki, bu holatda sariq holatda turmaydi. Buni sababi referentning tseni bo'lib chiqadi va bu yerda ko'rishimiz mumkin, agarda sizni skladingizda tovarlar bo'ladigan bo'lsa, tepada joylashgan общий переоценкani o'chiramiz. Faqat filiallar uchungina buni yuborishimiz kerak. Yashil knopkasini bosamiz va buni tasdiqlab hamma filiallarga jo'natishimiz mumkin bo'ladi va hamma filiallarda o'sha 50 so'm, 100 so'mga oshib ketgan narxlar birdaniga okrugleniy bo'lib pastga tushadi. Ko'rishimiz mumkinki, bu yerdagi narxlar 36 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 35.900 so'm, 150 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 149.300 so'm. Ya'ni oxirida ikkita nolni qo'ygan holatda okrugleniy переоценка qiladi. Ya'ni tangalar bilan переоценка qilmaydi. Agarda siz apteka sitvoy bo'ladigan bo'lsa, F-aptekaga kirganingizda kontrol referent narxga kiradigan bo'lsangiz, bu spiska bo'sh bo'ladi. Buni sababi skladda tovar yo'q bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa spiska chiqmaydi. Skladda ba'zi bir dorilarni saqlaydigan bo'lsangiz, ularning ro'yxati paydo bo'lish ehtimoli bor. Lekin sitvoy apteka снабженец kontrol referent narxi bo'yicha kuzatiladi. Referent narxlarni nazorat qilish haqidagi video qo'llanmamiz sitvoy yoki bittali apteka bo'lsin, ikkalovini ham ko'rsatib berdik. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa va bu funksiya shtraflardan saqlashga yordam beradigan bo'lsa, biz xursandmiz. Xayr, salomat bo'ling.